Assalomu alaykum. Hozir Wordda yozishda unga qo'shimcha narsalar qo'shishda qisqacha o'rganamiz. Xo'p, hozir mana oddiy internetdan olingan mavzu daraxtlar haqida. Bunga o'zgarish kiritmoqchi bo'lsak, mana bu yerda rasm qo'yilgan. Maqolaning nomi turibdi. Buni xohlagan tomonga keltirishimiz mumkin. Mana bu joydan o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. O'rtaga olib kelib qo'yamiz. Mana xohlasak katta kichik holatda o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Yoki yozuvga shaklini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa bu yerdan o'zgartirishimiz mumkin. Bundan keyin ranglarini o'zgartirishimiz mumkin. Xohlagan rangimizga mana ranglar tujildirilgan saramiz. Mana bu yerda ko'rinib turibdi qaysi rangga holatga kelayotganligi. Mana o'zimiz xohlagan rangga qo'yamiz. Mana yozuvimiz rangi biz tanlagan rangga o'tib qolyapti. Hozircha qorani tanlab qo'yamiz. Bundan keyin qo'shimcha qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, mana stavka degan joyini bosamiz. Bu yerda mana tablitsa yaratish turibdi. Mana tablitsani pastga qarab tushib ketganimiz sari tablitsamiz pastga qaragan qatori oshib boradi. Yonbosh tarafga ketgan sarimiz yonbosh tarafga katallarimiz paydo bo'lishni boshlayapti. Mana bundan tashqari mana bu yerdan ham o'zimiz tablitsa qilishimiz mumkin. Misol uchun 15 ta bo'yiga bo'ladigan bo'lsa, bu yerni 5 ta tanlaylik. 5 ta bo'yiga bo'ldi. Eniga 15 ta katak hosil bo'ldi. Birorta holatda xato bo'lgan bo'lsa, mana bu tepadagi joydan orqaga qaytarishimiz mumkin yoki bu tarafga qaytarib yana keltirib qo'yishimiz mumkin. Bu yerda mana tablitsani holatini o'zgartirish, xohlagan holatga keltirishimiz mumkin tablitsamizni. Xo'p, bundan keyin yana pastga tushib keyin qo'yishimiz mumkin bo'lgan narsalar, rasmlar qo'yishimiz mumkin. Mana rasmlardan xohlaganimizni tanlab olamiz. Rasmni kattaytirib, kichaytirishimiz mumkin. Xohlagan holatda qo'yishimiz mumkin. Bundan keyin yana qo'yishimiz mumkin bo'lgan narsalar diagrammalar qo'yishimiz mumkin. Bu hisob-kitoblarda ishlatish uchun qo'yiladigan diagrammalar. Xohlagan shakldagisidan tanlab olib qo'ysak bo'laveradi. Mana diagramma ham paydo bo'ldi. Diagrammani belgilash uchun mana hop 1 2 3 qilib yozamiz. Mana bu yerdagilarni o'zgartirishimiz mumkin. 100 bittasini 120 bungisini 100 qilib qilamiz. 110 130 140 mana bu yerda 120 130
bunisini 115, 135, 155, 100, 110, 120. Hop, mana diagramlarimiz tayyor bo'ldi. Hozir mana bu yerdagi holat o'zgaryapti. Mana birinchi ko'k, mana bu yerda raqamlar bilan belgilangan. Endi mana stavkalarga olib borsak, mana ko'rinyapti necha raqam yozganimiz, ya'ni 150, eng g'alati bo'lsa 155. Shu yerdan xohlagan raqamimiz bilan shakllantirib olishimiz mumkin. Xohlasak diagrammalarni o'zgartirishimiz mumkin. Yana qaytadan xohlagan turga. Undan keyin o'chirib tashlashimiz mumkin. Bergan ma'lumotlarimizni o'zgartirishimiz mumkin. Yana qaytadan diagrammalarni ishlatish qisqacha shunlardan iborat. Endi keyingi narsalarga ko'rib chiqishga o'tamiz. Hop, rasm post o'rganib, endi yozayotgan mavzuyimizga xos suratlarni tayyor Word o'zidan ham tanlashimiz mumkin. Qo'yilgan suratlarni atroflariga o'zgarishlar kiritishimiz mumkin. Buni pastda yana boshqacha imkoniyatlar ham turibdi. Hop, undan keyin varaqalarimizga nomerlar qo'yishimiz mumkin. Nomerlar har xil ko'rinib turibdi. Agar ko'p raqamli varaqlardan iborat bo'lsa, mana nomerlarni raqamlar bilan belgilab qo'yishimiz mumkin. Mana ikkinchi varaqamiz, bunisi esa birinchi varaqamiz. Undan keyin yozuvlarni ham xuddi shunday katta kichikligini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun hammasini birdaniga ko'kartirib belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Shunda o'zgartirishimiz mumkin. Xohlagan tarafimizga yetkazib olishimiz mumkin. Yozuvni shaklini o'zgartirishimiz mumkin. Qanaqa shaklga qo'ymoqchi bo'lsak, xohlagan shaklimizga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Microsoft Word haqida o'rganadigan qisqacha ma'lumotlarimiz shulardan iborat.